qo'ylarimiz kasal bo'lib zaharlanish oqibatlari kuzatiladi. O'sha obunachilarimizga bitta yaxshi maslahat beraman. Endi bir kattani bir kichikni gapiga deyishadi-yu. Kilanga qoqib maza qilib qo'yimni zo'r semirtiraman deb o'ylashadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Xudo xolasa akalar, bugungi video syomkamiz akalar pol sharoitida hamda yer sharoitida qo'ylarni boqishda afzalliklari hamda minuslarni aytib o'tganmiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, birdan like bosib turinglar. Xudo xolasa Alisherjon do'stimizni qo'raladamiz. Xudo xolasa bu yerda mana bunda yer sharoitida va pol sharoitida boqilarni qo'chqorlarimiz albatta afzalliklari va minuslarni aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, birdan like bosib turasizlar. Hop akalar, videoda boshida aytib o'tganimizdek, qo'ylarimizni pol sharoitida boqqa yaxshimi yoki mana bunda yer sharoitida boqqa yaxshimi? Shularning afzallik va plus minus taraflarini bugun sizlar bilan yoritib olamiz. Kanalimizga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz chiqarayotgan videolar sizlarga manfaatli bo'ladi. Manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Akalar, qo'ylarimizni birinchi plus tarafida qanaqa afzalligi bor? Mana bunday pol sharoitida boqilgandi. Buni birinchi afzalliklarini aytib o'tsak, qo'ylarimizni taglari mana bunday quruq holatda turadi. Har doim ko'p muddatda ham. Ha, mana bunday akalar kam holatda tozalash ham shart emas buni. Taglarni ko'rsatib qo'ying. O'zi tagga tushib boraveradi, tepalari quruq turadi. Tepalari quruq turadi. Quruq turib, qo'ylarimizni oyog'idan zag o'tmaydi maqsa. Qo'ylarimiz oyog'idan zag o'tmaydi. Keyin olamaydi. Mana yerda tursa, ko'lda tursa oyoq zag o'tishi, ikkiga qo'tir kasalligi bor-ku. Ana shu qo'tir kasallikdan chiqishini oldini oladi. Chiqishini oldini oladi bular. Endi har narsani plus taraf bo'lganda minus ham bo'lishi kerak. Hop, minus taraflarni aytib o'tsak, agar qo'ylarni 1 yil davomida oshiq muddatda semirtirib boqaman degan obunachilarimiz bor-ku. Ana shularga bitta gap. Hop, 1 yil muddat davomida boqsalaring qo'ylarning tirnoqlari mana bunday holatda o'sib ketish holatlar kuzatiladi. Ko'pchilik holatdagilar tirnoqlari o'sib ketar ekan. Tirnoq o'sgandan keyin baribir oyoq og'rishi o'zida-o'zi bo'ladi. Ha, tirnoq o'sgandan keyin oyoqlar og'riydi, oqsoqlanishga boshlaydi. Har narsani plusi borda, minusi ham mana shu tarafda. Minusi ham bo'ladi. Agar bu yerda xudo xolasa hop, qo'ylarimiz mana shunday sharoitda boqilyapti. Endi akalar yer sharoitida boqilganda plus va minus taraflarini aytib o'tganmiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, birdan like bosib turasizlar. Akalar, mana yerda boqish, qo'ylarimiz yerda boqishda plus va minus taraflarga kelsak, akalar buni birinchi o'rinda plus taraflari qo'ylarimiz mana bunday teng holatda maza qilib yuradi. Bu birinchi navbatda oyoqlaridan, qonlardan, qon yurishadi, tomirlari nima yo'g'idan sog'lig'iga ham zo'r foyda beradi. Hop, endi har narsani plusi bor, minus taraflarini aytib o'tsak, qo'ylarimizdan qo'rqib ketyapti. Hop, buni taglari tozalab turishga to'g'ri keladi buni. Taglarni tozalab turishga to'g'ri keladi. 1 hafta, 2 haftada agar tozalamasa, buni oqibatlari aka shu qo'ylarimizga qo'tir tashishi, oyoqlari og'rishi, har xil kasalliklar mashindan chiqadi-da. Zahda tozalab tursak, yaxshi bo'ladi aka. Semirishiga hamma yo'g'i keyin mana bunday qo'ylarimizlar yungilari go'ng bo'lib, hamma yo'g'i go'ngga binanib ketsa, go'shtga hid o'tib qolish ehtimoli ko'p bo'ladi-da. Mana shu uchun qo'ylarni akalar tagini hozirjam tozalab tursalar akalar shamollashlar ham mana shu zahdan chiqadi-da, misol uchun. Shamollashlar ham zahdan chiqadi, lekin plus tarafi akalar qo'ylarimiz yurib xotirjam qonlari aylanib turadi. Endi yana bir minus tarafi bor dedingiz bu narsani. Endi buni minus tarafini aytadigan bo'lsak, biz bitta xato qilganmiz boshida. Hop, mana qo'ylarimizni mana bitta ko'rsatib qo'ying. Nima yo'g'i kilanka qilib qo'ygan-da. Salafan qilib qo'ygan, qoqib qo'yganmiz. Nimaga? Mana qishliq qurolli kunlarda qo'ylarimiz sovqotmasin degan maqsadda. Uni ertalab quyosh chiqqan, yetganda mana eshiklarni ochib, havo aylantirib turamiz. Nimaga havo aylantiriladi? Savol berishlar mumkin obunachilar. Taglarda uni go'ngi axlatda siydiga aralashganda haligi gazlar, har xil zararli gazlar ishlab chiqaradi Nuriddin. Ochiq havoda tursa qo'ylarimiz yaxshi semiradi. Keyin obunachilarimizga bitta yaxshi maslahat beraman. Endi bir kattani bir kichikni gapiga deyishadi-yu. Biz ham o'zimiz tajribamizdan kelib chiqqan. Hop, mana bundaqa kilanka qoqishda ko'pchilik. Ko'pchilikda ko'raman, aksariyat odam kilanka qoqib maza qilib qo'yimni zo'r semirtiraman deb o'ylashadi. Lekin Nuriddin o'zi qo'ylarimiz mana yungi bekorga chiqmaydi taqishdi kunida. Kilanka qoqmasdan boqsangiz qo'ylarimiz zo'r semiradi. Chunki uni kechasi ham gazlanish har xil oqibatlarga olib keladi-da.
qo'ylarimiz kasal bo'lib zaharlanish oqibatlari kuzatiladi. O'shaning uchun onandaqa ochiq havoda boqsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Qo'ylarimiz zo'r semiradi. Lekin bitta tarafi bor, misol uchun hozir mana bunday klinika qoqib qo'yishgan bo'lsa, Ha, yig'ilib tushadigan qilib qo'ysam bo'laveradi. Misol uchun kechga sovuq -5, -6, -7 bo'lyapti hozir. Shunaqa paytda yopib qo'ysa ham bo'laveradi. Ha. Unisi ham ketaveradi. Endi hozir biz ham hozir biz buni qilib qo'yganmiz, endi bu turib shunday. Biz hozir bittaligimiz va egali eshik bor yetkazib. Damash eshiklarni ochib qo'yib, eshiklarni ochib tashlaymiz. eshiklarni ochib qo'yib, beylardan havo kirib turadi bizga. Shuning uchun biz ko'targanimiz yo'q hozircha. Nuriddin. Lekin ochiq havoda boqqanga baribir yetmaydi vaqtda. Birdan videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bosh kanal o'zimizniki, inshaalloh yurgizib boramiz. Bundan buyog'i kanalga bir donadan like deb bosib, bittadan obuna bo'lib qo'ysin. Bundan ham manfaatli, mana elimizga manfaatli bo'ladigan videolarni chiqarib olishga harakat qilamiz. Nuriddin. Foydalilardan ketaveradi. Agar video shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, manfaat bo'ldi deb o'ylaymiz. Albatta shu mehnatni qadrlab, bir donadan like deb bosib, kanalda ham bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.